Siz Minecraft o'ynayapsiz. Va to'satdan zerikib qoldingiz. Bugun men bu zerikishni oldini olish uchun top 10 ta zerikmaydigan modlarni sizlarga ko'rsataman. Albatta jinni modidan tashqari. Yo, what's up bigger? Borlar, qizlar, obunachilar. Bugungi video uncha qiziq bo'lmaydi. Shuning uchun like bosib chiqib ketaveringlar. Bugun men sizlarga top 10 ta Minecraft o'ynagunizcha zeriktirmaydigan modlarni ko'rsataman. Oldinglarga yeyish-ichishga narsalar olib olinglar. Men videoni boshladim. Bu modlarning barchasi 1.16.5 versiya uchun. Menimcha shu versiya barchaga qulay deb o'yladim. Yoki noqulay bo'lsa, qulayroq o'tirib olinglar. Chunk animator. Bu mod sizlarga chunk otishda go'zal animatsiya bilan chiqarib beradi. Shaxsan o'zim ishlatayotgan mod. Bo'ldi. Boshqa ma'lumot bilmayman. Eng qizig'i mod ma'lumotnomasida ham 2 qator yozilgan. Men bir qatorli narsa ham aytmadim-u, shu uchun 9-modga o'tiramiz. Qaytgancha modlarni qayerdan yuklab olamiz deysizlarmi? Barcha 10 ta modlarni men Telegram kanalimga tashlayman. Telegram kanalim esa opisiya va kommentda bo'ladi. Lekin bu modlarni oddiy yuklab ola olmaysizlar. Shu videoga 8000 ta like yig'ib bersanglar, men modlarni Telegram kanalimga tashlayman. Demak 8000 ta like. Buguncha ko'zinglarni qisinglar. Bu mod bilan siz narsalaringizni animatsiya bilan yerga tashlay olasiz. Bu mod juda zo'r yasalgan. Chunki nima chunki? Qarochi, bularning hammasi oddiy modlar deyapsizlarmi? Oxirigacha ko'ringlar, sizlarga legendarniy modlarni ko'rsataman. Bu mod mening eng yoqtirgan modlarimdan biri, ya'ni daraxt modi. Daraxt Minecraftning o'zida bor-ku deysizlarmi? Bu boshqacha daraxt mod. Bu daraxt bilan siz vaqtingizni tejashingiz mumkin. Deya olmayman-u, chunki bu daraxtni buzguncha onamiz yangi bitta farzand ko'radi. Lekin bu daraxtning buzilishi animatsiya bilan dahshat ovozlar bilan buziladi va iqtisodiy organizmga yarasha daraxtdan juda ko'p taxta ham chiqadi. Boya aytganimdek, bu oddiy daraxt emas, bu uzunchoq daraxt. Hazil, bu daraxtni boshqa shoxlaridan ham sindirsangiz ham bo'ladi. Va aynan o'sha sindirgan joy sinib, sizga chupa-chup, adashib ketdim, chupi tushadi. Qaytguncha daraxtni sindirayotganingizcha yiqilayotgan tomonidan takaga turishni maslahat bermayman. Chunki nihoyat sindi. Bolla o'tkazib o'rmanglar. Men ham YouTube orqasidan non topishim kerak-ku. Shuning uchun bu reklama. Yana shunaqa qiziqarli videolar chiqarishim uchun gapimni yerga qoldirmanglar. Bu React o'z kanali va bu kanalda siz bir-biridan qiziq videolarni ko'rishingiz mumkin. Hamma videolar pro montajda. Ko'rsanglar, ko'rginglar kelib ketadi. Albatta kanalga obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Shunda men bulkanoni olaman. Va oxirgi videolarga kirib, Hakerning obunachilar aqlli va farsotli deb yozib qoldirish ham esingizdan chiqmasin. Qaytgancha video havolasi kommentariy va opisiyaniyada bo'ladi. Albatta o'tinglar, men sizlarga ishonaman. Birgalikda non yeymiz. Mana yorug'lik tezligida ham 7-modga yetib kelamiz. Bunaqada video juda tez tugab qoladi-yu. Videoni uzunroq bo'lishi uchun men sizlarni 10 soniya kutib turaman. 1 2 3 4 5 6 7 o'zimni ham sabrim yetmay ketdi. Qarochi, men 7-o'rinda first person, ya'ni Minecraftda tagingizni ko'ra oladigan modni tanladim. Zo'r ishlar ekan, tagimizni ko'rish. Bu modni ishlatmagan odam, demak, shuncha vaqtdan beri tagini ko'ra olmay yurgan. Bu mod ham juda zo'r va realniy. Bu mod bilan ham vijvaniya qilishni o'zgacha gashti bor. Agar bu mod sizga yoqmay qolsa, F6 tugmachasi bilan oldingidek faqatgina bitta qo'lingiz ko'rinadigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin menga tagimni ko'rib yurish yoqadi. Gapirganning foydasi yo'q. Sizlar bu mod bilan o'ynab ko'rishingiz kerak. Hozir miyamga bitta narsa kelib qoldi. Xo'sh, Sonicdan so'raylikchi, qanaqa video olayotganimni taxmin qilar ekan. Bu Sonic ushitdilar ekan, xo'p, kiraylikchi. Sonic? Men hozir qanaqa video olayman, taxmin qilingchi? Qanaqa video olayapsan? Jamol bilan anaqa videomi, anaqa. Men boshqacha video olayman, gala. Yo, bunday aqli men sizlar bilan endi umuman aloqamayman. Tupurdim sizga. Men bo'ldi siz men uchun Короче, asta hozir serverdan flash ushlayni yig'ishtirdi, sur bo'ldi, fasterda yo'q senga. Hazilada, seriozmi? Men ham hazillashdim.
Bu modni aniq siz ko'rgansiz va topa olmagansiz. Biomes of Plenty. Shunaqa atalsa kerak, yana bilmadim. Minecraftga o'ta go'zal tushingizda ko'rmagan o'rmonlarni qo'shadi. Va bu mod bilan Jivania o'ynash yanada qiziqarli bo'ladi. Yangi sarguzashtlar, yangi olamga sayohat degandek, bu mod haqida ham ma'lumotlar juda qisqa. Chunki bu mod shunchaki oddiy tasavvurga sig'mas o'rmonlarni qo'shib beradi. Bo'ldi, boshqa foydali ish yo'q. Bu modda ham hamma qidirgan Force Building. Shaxsan o'zim ham bu modni juda ko'p ishlataman. Bu mod bilan juda oson qurishlarni olib borishingiz mumkin va afzalliklari har xil predmetda oson va tez qurishingiz yoki buzishingiz mumkin. Bu mod imperiya quradigan bolalarga juda as qotadi. Har xil mebel kerakli jihozlar modi. Bu eng kerakli modlardan biri. Ya'ni ayniqsa serial uchun. Bu modda nafaqat mebellar, siz o'ylamagan strukturalar ham bor. Bir boshidan qarab chiqsanglar zerikmaysizlar. Qaytgancha hozir hamma aytayotgan modlarim boshida aytganimdek 1.16.5 versiya uchun va bu modlarni men Telegram kanalimga tashlayman. Ammo siz Google saytlardan yaxshilab qidirsangiz, boshqa versiyalarga ham xuddi shu modlar chiqib keladi. Nihoyat top 3 ta modlarga ham yetib keldik. Siz YouTube'da yangimisiz yoki YouTube kanalingizda hech kim ko'rmayaptimi? Unda bu kanal aynan siz uchun. Ushbu Telegram kanalda siz arzon narxlarda zo'rroq YouTube kanal sotib olishingiz yoki o'zingiz ishlatmaydigan kanalni sotishingiz mumkin. O'z kanalingizni ishonchli va tez soting yoki zo'rroq kanal sotib oling. Ha, yana bir gap. Meni obunachim kam deb hech kim sota olmaydi degan gaplarni yig'ishtiring. Agarda sizda hozirning o'zida 500 tadan ko'p obunachilik istalgan Minecraft yo'nalishidagi kanal bo'lsa, YouTube savdo adminlari uni hozirning o'zida sotib oladi. Shorts bilan ko'tarilgan bo'lsin yoki katta video bilan. Video ostidagi opisiya va kommentda kanal havolasini topishingiz mumkin. Tezroq kanalga o'tib qo'ying. Hozirda bonus, eng ko'p obunachilik kanallar ham arzon narxlarda sotilmoqda. Top 3ligimizda Lost Cities, ya'ni zombilar shahri modi egalladi. Bu mod tirik qolish uchun eng dahshat modlardan bo'lib, bu Minecraftda katta shahar modini qo'shib beradi. Albatta shaharlar zombilar tufayli portlab eskirib ketgan shahardir. Ya'ni zombi apokalipsis. Bu mod bilan Jivaniyangiz juda qiziqarli bo'ladi. Oddiy o'rmonda zerikkanlar uchun shu modni sizlarga tavsiya etaman. Bu mod o'zidan o'zi chiqib qolmaydi. Albatta buni ham chiqarishning o'zining yo'li bor. Ko'proq sozlamalar bo'lmay kirib Lost Cities modini ishga tushirib qo'yasiz. Sizki siz Buezdi davrida qolgan shahardasiz va har bitta binoda sizni har xil sandiqlar va zombilar kutib oladi. Alex Mob har xil turli tuman, hayvon va jonzot sizni do'stingizni Minecraftga qo'shadigan mod. Bu mod siz o'ylaganingizdan ancha murakkab. Chunki bu mod Minecraftga oddiy hayvonlarni emas, balkim sizni inangizni ko'rsatadigan hayvonlarni ham qo'shadi. Bu moddagi bir xil hayvonlarni siz tasavvur ham qila olmaysiz. To'g'ri-da, inson ko'rmagan hayvonni qanaqa tasavvur qiladi? Cho'l qushi, fil, yo uli, gepard. Bilmayman bu nimaligini. Toshbaqa. Qisqichbaqaning dadasi, sariq nimadir? Krisaning kattarog'i, kenguru. Sevgidan kuygan kit. Chumoli. Nima bu? Yo'lbars. Ninachi bilimcha, yirtqich baliq. What? Nihoyat birinchi modimiz menga eng yoqqan qurol modi. Ha bolalar, bu moddagi qurollar juda go'zal ishlangan. Odam bu qurolni qo'liga ushlasa, jetilni o'tkisi ketadi. Bu oddiy faqatgina qurollar emas. Siz bu qurollarni kuchaytirishingiz ham mumkin. Qurollarni ovozini chiqarmaydigan aslaqa o'rnatishingiz mumkin. Otganingizda tepaga ko'tarmaydigan aslaqa o'rnatishingiz mumkin. Yana bir balo aslaqalar o'rnatishingiz mumkin. Va har xil mo'ljallagichlar qo'yishingiz mumkin. To'g'risini aytsam, videomiz juda qisqa bo'ldi. Ammo menga hammaga xayr nigerlar, videoga 8000 ta like yig'ib bersalar, men shu 10 ta modni Telegram kanalimga tashlayman. Bye bye niggas.